Mana hakam ham adashmasam 4-bor hushtak chalyapti. Bu degani mana yuqorida ta'kidlab o'tgan so'zimga yaqqol isbot degani. Kurashlarga boy o'tadi deb aytgandim. Ha, mana bu normal 4ta hushtak. Long ball bilan hujum tashkil etmoqchi. Fardu kirib boryapti, lekin to'pni yo'qotmoqda. Shohrux oldinga pas berdi. Mana boya aytib o'tgan ssenariyni ko'ryapsiz. Ya'ni Sindarov oldinga o'tib harakat qilyapti. Shohrux pastroqqa tushib o'ynamoqda. Maydon markazida to'pni Fardu egallab oldi. Qarang, maydon markazida egallab olgandan so'ng xato qilishga majbur etyapti. Aynan yaypanliklar shunga balki bosim bordir Farduda, balki o'zlari mana shunaqa harakatlar evaziga, ya'ni chiroyli o'ynash evaziga to'pni yo'qotayotgandir. Chiroyli o'ynayman deb yo'qotayotgandir deb to'g'rilab ketsak, to'p mana 10 daqiqaga kelib bo'lgan bo'lsak, to'p ustunligi aynan Yaypanda 60% nazorat qilyapti to'pni. Hujum tashkil qilyapti o'ng qanotdan Sindarov Shohrux bilan o'ynab ketdi. Hozir bir boshqacha podkast ko'rdik. 17-raqamdagi Abdulvositxon Abdurashidov tomonidan jarohat ham yetkazib qo'yishi mumkin edi. Futbolchi esa maydon tashqarisida yotibdi. Mana, lekin to'pga o'ynagan ekan. Outdan to'pni yaypanliklar o'yinga kiritib beradi. Sindarov to'pni ushlab olgan va Shohrux bilan o'ynab ketadi. Ha, shunaqa bo'ldi. Finti bor futbolchi, lekin mana bu yerda xatoga yo'l qo'ymoqda. Yuqorida ta'kidlab o'tdim, Rashidjon G'ofurov darvozabonni o'zgartirdi deb. O'tgan safar boshqa darvozabon turganda, aynan Yaypan darvozabonni nazarda tutib gapiryapman. Ozodbek Ma'rufov maydonga tushganda o'tgan turda. Darvoqe bir ajoyib transfer sanasida desak ham mubolag'a bo'lmaydi, chunki 1-2 kun oldin buni tanishtirdi. Hozir Sindarov zarbaga chiqib borgandi, lekin ya'ni to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak, ijaraga oldi. Bu ajoyib futbolchi, bilasiz, Reyan Islamov 2004-yilda tug'ilgan istiqbolli va iqtidorli yosh futbolchi, markaziy himoyachi. Metallurg, Olimpik va Navbahor klublarida to'p surgan. Burchakdan Yaypan o'yinga kiritib berdi. Pas qaytarilyapti. Navbahor klublarida qilgan edi, biroq o'yin amaliyoti yaxshi berilmagani uchun aynan hozir Farduga erkin agent sifatida qo'shildi. Hozir mana Farduning navbatdagi hujumini ko'ramiz. Riza darvozabon to'pni egallab olmoqda. Javohir Maqsudov edi u. Ajoyib harakatlar bilan o'tib ketgan edi. Sindarov to'xtatib qoldi. Mana shu 14 daqiqaning qahramonlaridan biri Sindarov va Shohrux Abdumannopov desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki mana shu Yaypanning
chap qanot